Sen falon do'stingga o'xshamading. Sen falonchiga o'xshagan chaqqon bo'lmading. Sen falonchiga o'xshaydigan pul topadigan bo'lmading dedingizmi? Biling u bolani yerga ko'mgan kuningiz hisoblanadi. Bo'ldi, u boladan umid qilmang. Pul sarflasangiz ham, o'qitsangiz ham, manaman degan u institutlarda o'qitsangiz ham odam bo'lmaydi. O'sayotgan holda shoxini kesdingiz. Siz uni aksincha bolani ruhlantiring. Bir qilayotgan ishlariga ilhomlantiring. Bir og'irroq yukni ko'tardim, polvon bo'lasan deng. Uni siz narvonga chiqayotgan bolangizni avaylab tomgacha chiqishiga yordamchi bo'ling. Unga osilib yerga yiqitishga harakat qilmang. Solishtirmang. Mayli u xotirasi chatoqdir. Mayli u epchilbasdir. Siz uni ruhlantiring. U insonning ruhiyati shunaqangi narsaki, tog'ni ko'tarsa bo'ladi. Insonning ruhiyatini ko'tarishlik bilan tog'larni ko'tarsa bo'ladi. Lekin tog'ni ko'taradigan kuch bilan uni ruhiyatini tushirsangiz,